Men Hoji Mirzo Bobur Mirzo 3 tuman Jidakapak qishlog'ida yashayman. Darvoza sohasiga shagird bo'lib tushganman. Ozgina uyda shagirdlik bo'lib yurib, kraska sohasiga ozgina yo'nalish bo'lib o'shanga o'tib, hozirda endi kraska qilyapmiz, Xudoga shukr. Yoshlar yetakchisiga murojaat qildim. Ular bizga yoshlar yetakchisi bilan hokim yordamchilari kompressor bilan suvarka apparat olib berishdi. Darvoza kraska sohasi yurityapmiz. Kompressor olganimdan keyin suvarka apparat bilan ishim yaxshi bo'lib, mustaqil o'zim ish olib borib, yaxshi bo'layapti. Oldin mana shu kompressorlarni olmasdan oldin ishni olganiga qiynalayotgandim. Endi hozir ularni olganimdan keyin ish samaramiz kengaydi hamda o'zimiz shogirdlar ko'paytirib, shu yoshlarga o'rgatish maqsad, o'zimizni mahsulotlarimizni O'zbekiston bo'ylab hamda dunyoga yetkazib bermoqchimiz.